Yaqinda avtomobilni pult yordamida haydamoqchimiz. Assalomu alaykum hammaga azizlar, bizda yutuqli o'yinimiz va nihoyat oxiriga yetdi va sovrindorlarni e'lon qilamiz. Demak, 3-o'rindan 2-o'ringa qarab yuramiz. Aslida sovrin miqdori bir xil bo'lsa-da, uzoq yozganlarda o'sha funksional imkoniyatlarni sanaganlarda, funksional imkoniyatlarni sanash miqdori qanchaligiga qarab va qanchalik to'liq va qanchalik to'g'ri yozganligiga qarab 3 ta o'ringa bo'lib oldik. 3-o'rinda biz munosib ko'rdik Akmadaliyev pastki chiziqcha M pastki chiziqcha profil egasiga. Bu profil egasini izohini o'qiydigan bo'lsak, samomoykani platasiga o'xshatgan. Bu platani aslida samomoykan platasi emas edi, lekin samomoykani vazifalariga juda yaqin keladigan plata edi. Komponentlari qo'yilmagan holatda bunaqa yuqori точностьni topishdi. Juda yaxshi rezultat deb bildik. Ikkinchi o'ringa munosib ko'rganimiz profil egasini harfma-harf sanayman profilini R A K M N L V V pastki chiziqcha 7. Bu profil egasi platani qaysi qismida qanaqa komponentlar turganligini, o'sha komponentlarning vazifalarini to'g'ri sanab berganlar. Bu akamizni ikkinchi o'ringa munosib ko'rdik. Rahmat. Birinchi o'rin va nihoyat birinchi o'rin. Birinchi o'rinda juda ham xursand bo'ldik. 13 ta punktdan iborat butun boshli maqola yozib yuboribdilar desam bo'ladi. U yerda o'sha komponentlarni bo'lib detalli sanab o'tgan, hattoki komponentlarni, masalan, relayni qanaqa markadagisi turishigacha adashmasam shu profil egasini kommentariyasida ko'rdim. Xullas, juda ham yuqori aniqlikda yozgan va juda ham yuqori detalli platani sinchkovlik bilan o'rganib chiqqanligi juda ham ko'rinib turibdi, yaqqol ko'rinib turibdi. E'tibor uchun, ajratgan vaqtingiz uchun va kommentariyangiz uchun, fikrlaringiz uchun hammasi uchun katta rahmat sizga. Plastikingizni bizni anaqamizga jo'natadigan bo'lsangiz, Baxtiyor Orziyev Telegramda profilimiz yoki mana shu kommentariyaga yozib yuborsangizlar ham plastik nomerlaringiz bizgacha yetib keladigan bo'lsa, yutuqlaringizni o'tkazib yuboramiz. Tanlovda qatnashgan, musobaqada qatnashgan yoki xullas qatnashgan hammaga rahmat. Bildirgan fikrlaringiz uchun, bosgan layklaringiz uchun, bo'lgan obunalaringiz uchun hammaga sizga katta rahmat. Xudo xolasa juda ham qiziqarli anaqalarni o'tkazmoqchimiz. Yaqinda avtomobilni pult yordamida haydamoqchimiz. Agar mana shu video ko'proq layk yig'adigan bo'lsa, o'sha anaqa funksional imkoniyatlari, o'sha mashinani qanday haydashimizni bir ko'rsatib video qilib ko'rsatib beraman. Xudo xolasa ishni boshlaymiz.